Abu Rayhon Beruniy 5-bo'lim. Abu Rayhon Beruniy Xorazmga qaytib o'rnashganidan keyin o'sha paytdagi ilm va ulamolarning homiysi bo'lgan Ma'mun ibn Ma'munning qo'l ostida ilmiy izlanishlarini davom ettirdi. Lekin oradan ko'p o'tmay Xorazmni G'aznaviylar bosib olishdi. Xorazmning yangi hokimi Sulton Mahmud G'aznaviy bo'ldi. Xo'sh, Sulton Mahmud ulamolarga, xususan Beruniyga nisbatan qanday muomalada bo'ldi? Xo'sh, sizlarga vazifa saroy kutubxonasidagi hamma kitoblarni olib chiqinglar. Nima qilmoqchisiz, hojam? Shu ham savol bo'ldimi, vazir? Kitobni nima qilish mumkin? Xorazmda ko'p qolish niyatim yo'q. G'aznaga qaytib ketaman. Kitoblarni G'aznadagi kutubxonamga olib boraman. Anavi ulamolarni ham o'zim bilan olib ketaman. Hamma tayyorgarligini ko'rsin. Men bilan G'aznaga ketasizlar. To'xta, menga qara. Abu Rayhon Beruniy senmisan? Ha, hojam. Sen Amir Ma'mun bilan yaqin munosabatda bo'lgansan, ha? Ha, taqsir. U kishi ilmni, ulamolarni yaxshi ko'rar edi. Menga ko'p yaxshiliklar ham qilgan. Demak, seni menga sodiq bo'lishingga hech kim kafolat bermaydi. Chunki sen Ma'munni odami bo'lgansan. Shuning uchun biz bilan G'aznaga ketmaysan. Nima desangiz shu, hojam. Bir gap aytsam maylimi, hojam? Gapir, vazir. Beruniyni ham olib ketsak yaxshi bo'lardi-da. Bu juda katta olim, ulamolar uni ilmu ixlosini rosa maqtaydi. Menga nisbatan ham ixlosli bo'lishi kerak-da. Hojam, agar siz ilmga ixlosli bo'lsangiz, demak, ikkimiz ham aynan bir narsaga ixlosli bo'lamiz. Nima? Men ko'p yurtlarda bo'ldim. Ko'plab sultonlar bilan tanishdim. Ular bilan aloqamni mustahkamlagan narsa ilm bo'ldi. Ba'zi amirlar bilan do'st tutindim, chunki ular bilan ilmning ahamiyati, ilmga ixlosli bo'lish kerakligi haqida dunyo qarashimiz bir xil edi. Do'st deysanmi? Ha, hojam. Ular bilan ilm yo'lida do'st bo'lgan edik. Beruniy, quloq soling. Ilmni yaxshi ko'rishda men ham o'zimdan oldingi amiru sultonlardan aslo qolishmayman. Bo'ldi. Siz biz bilan G'aznaga ketasiz. Biz bilan birga ketayotgan odamlarga raislik ham qilasiz. Ma'qulmi? Shunday qilib Beruniy Sulton Mahmud bilan G'aznaga yo'l oldi. Ulug' olimning hayotida yangi davr boshlandi. Insoniyatni hayratga soladigan, tarix zarvaraqlariga abadiy muhrlanadigan kashfiyotlar aynan shu davrda sodir bo'ldi. Beruniy bilan Sulton Mahmud o'rtasida ham do'stona aloqa o'rnatildi. Sulton qachon safarga otlansa, Beruniyni ham o'zi bilan olib ketadigan bo'ldi. Hojam, kelasi safarga men ham boray desam, hech qachon harbiy yurishlarda qatnashmaganman. Ha, Beruniy, siz qo'shin safida bo'lmaysiz. Sizni chodiringiz alohida bo'ladi. Yangi joylarni ko'rasiz, tadqiqotlar o'tkazasiz, tajribalar qilib, xulosalaringizni yozib borasiz. Unday bo'lsa juda yaxshi. Men tayyorman. Taklifingizni kutaman, taqsir. Safar rejasini keyin gaplashamiz. Bugun yurtimizga adiblar, mutafakkirlar, faylasuf olimlar mehmon bo'lib kelyapti. Ularni kutib olishimiz kerak. Sulton Mahmud G'aznaviy ham ilmga muhabbatli inson edi. Beruniy bunga to'liq ishonch hosil qildi. G'aznaviy saroyida o'nlab ulamolar bilan uchrashdi. Ular bilan ilmiy bahs, munozaralar o'tkazdi. Natijada kitob yozish uchun yana ko'plab yangi fikrlar paydo bo'ldi. Ammo Beruniyni oldinda eng muhim safar kutayotgan edi. Beruniy Sulton Mahmud bilan ham uning o'g'li Sulton Mas'ud bilan ham mustahkam aloqa o'rnatdi. Ular bir-biriga juda yaqin edilar. Hojam Mas'ud, bir iltimosim bor edi. Bemalol so'rayvering, Beruniy. O'zingizga ma'lum, Hindistonga juda yaqinmiz. Xo'sh. Anchadan beri Hindistonga borib, bir muddat
o'sha yerda yashash orzuyim bor edi. U yerda nima qilasiz? Hindistonning go'zal tabiati, boy tarixi, madaniyati, urf-odatlari, insonlarni yashash turmush tarzi, dinlarini o'rganmoqchiman. Ha, Hindistonda ham ilm-fan ancha rivojlangan. Iqlimi ajoyib, aholisi yuzlab tillarda so'zlashar ekan. Shuning uchun ham u yerni ziyorat qilmoqchiman. U yerdan katta natijalar bilan qaytaman degan umidim bor, inshaalloh. Men ham shunday deb o'ylayapman. Mana shu safar tugashi bilan bir guruh askarni sizga qo'shib jo'nataman. Ular sizni Hindistongacha qo'riqlab borishadi. Ish qilib, ko'p qolib ketmasangiz bo'ldi. Sizni sog'inib qolamiz, do'stim. Iltifotingizdan boshim osmonga yetdi. Sog' bo'ling, oq yo'l, Abu Rayhon. Beruniy umrining bir qismini Hindistonda o'tkazdi. Ko'rgan kechirganlari haqidagi mulohazalarni yozib bordi. Biror narsa qoldirmay, hammasini tahlil qilib, xulosalarini qayd etib qo'ydi. Tinchlikmi taqsir? Bu yerda tadqiqot olib borib natija olishimga nimadir to'sqinlik qilyapti-da. Asbob uskunalar kerakmi? Xohlasangiz, bozorga borib olib kelib berishim mumkin. Yo'q. Muammo til bilan bog'liq. Men sanskrit tilini puxta o'rganishim kerak. Shunda hindlarning madaniyatini yana ham chuqurroq o'rganaman. Nima? Shu yoshga kirib ham yana yangi til o'rganmoqchimisiz? Nima bo'pti? Beshikdan qabrgacha ilm izlash kerak. Sharoit, yosh yoki bemorlik bahona bo'lmaydi. Shuning uchun ham ulug' olimsiz-da. Beruniy hind tilini o'rganishni boshladi. Hindiston tarixi va madaniyati haqida juda muhim bir kitob yozib, uni hindlarga oid aqlga maqbul va nomaqbul fikrlar tahqiqi deb nomladi. Bu kitobda Hind jug'rofiyasini, Hind xalqining dinlari, riyoziyot, falakiyot, tarix kabi turli sohalardagi ilm va madaniyatini zikr qildi. Shunaqangi qiyin tilni bunchalik tez o'rganib olibsizmi, taqsir? Mashalloh. Sanskrit tilini bemalol tushunib, arabchaga tarjima qila oladigan darajada o'rganibsiz, ha? Taqsir? Bu tarjimalar butun dunyo uchun shu kungacha ma'lum bo'lmagan madaniyatni o'rganishda yangi eshiklarni ochadi. Mana ko'rasan. Xo'sh, yana nimalar yozyapsiz? Sanskrit tiliga tarjima qilyapman. Bir pasda sanskritcha yozishni ham o'rgandingizmi? Bizgacha yunon tilida yetib kelgan eng muhim ma'lumotlarni, arab va musulmon olimlarning muhim asarlarini sanskrit tiliga tarjima qilyapman. Menimcha, odamlar imkon qadar boshqa xalqlarning madaniyatini ham bilishlari zarur. Shu yo'l bilan turli xalqlar bir-birlariga yaqin bo'lishadi, bir-birini yaxshi tushunadi. Natijada butun olamda tinchlik hukm suradi. Beruniy erishgan natijalarni Masudiy qonuni nomli kitobiga yozib bordi. Kitob Sulton Masud G'aznaviyga atab yozilgan bo'lib, unga hadya qilindi. Bu kitobda 11 ta maqola bo'lib, har bir maqola bir necha boblarga bo'lingan. Jami 142 bobdan iborat bu kitob o'sha vaqtdagi barcha astronomik kuzatuvlar va nazariyalarni o'z ichiga olgan. Bundan tashqari, kitobga Beruniyga zamondosh bo'lgan va undan oldin o'tgan ulamolarning natijalari ham kiritilgan. Sulton Masud bu kitobdan nihoyatda mamnun bo'lib, bir umr ushbu kitob bilan faxrlanib yurdi. Tinchlikmi askar? Hojam, Sulton Mas'ud sizga mana bu hadyani yubordilar. Hadya deysanmi? Sulton tuya yubordilarmi? Ha. Bular oddiy tuya emas. Har birini xurjuniga kumush tangalar ortilgan. Nima? Nima munosabat bilan bu tuyani hadya qildilar? Hadya qilgan Mas'udiy qonuni nomli kitobingiz u zotga juda ma'qul kelibdi. Mashalloh. Buni qaraya. Yaxshi, bir pas kutib turgin.
Hojam Sulton Mas'ud. Nima gap? Saroy darvozasi yonida Abu Rayhon Beruniy turibdilar. Ichkariga kirishga izn so'rayaptilar. Qachondan beri Beruniy hazratlari bizning huzurimizga ruxsat so'rab kiradigan bo'lib qoldilar? Yolg'iz kelganlari yo'q. Kim bilan kelgan bo'lsalar ham tezda ichkariga olib kir. Darvozani ochinglar. Nima bu? Hojam sulton, Bular men sizga kumush tangalar yuklab berib yuborgan tuyalarmi? xuddi shunday hojam. Men ularni qaytarib olib keldim. Nega axir? Bular sizga hadya. Yo'q, hojam Mas'ud. Siz ularni men sizga hadya qilgan Mas'udiy qonuni degan kitobim uchun bergansiz. Hojam, men ilmga ilm uchun xizmat qilaman, pul uchun emas. Iltimos, uzurimni qabul qiling. Assalomu alaykum. Abu Rayhon Beruniyning ilmga ixlosi ana shunday edi. Hayotining so'nggi kunigacha ham shunday bo'lib qoldi. Vafotidan biroz oldin u kishiga meros haqida savol berib qolishdi. Ammo Beruniy bu savolning javobini bilmas edi. Men bu ilmni o'rganaman. Inshaalloh. Shu ilmni bilib dunyodan o'tganim, bilmay o'tib ketishimdan ko'ra yaxshiroq.